Agar siz tinglovchi sifatida ushbu platformadan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, yangi foydalanuvchi sifatida ro'yxatdan o'tish uchun kirish tugmachasi bosiladi. Shundan so'ng yangi hosil bo'lgan oynadan ro'yxatdan o'tish tugmachasi bosiladi. Telefon raqamingizni kiritasiz. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosasiz. Ushbu oynada botga a'zo bo'lish so'raladi. Botga a'zo bo'lish tugmachasini bosamiz. Albatta, siz botga a'zo bo'lishdan oldin aynan ushbu kompyuterda sizning hozirgi kiritgan mobil telefon raqamingizga ochilgan Telegram mavjud bo'lishi kerak. Aks holda platformadan ro'yxatdan o'tishda, kodni olishda ba'zi bir xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Botga a'zo bo'lish tugmachasini bosamiz. Открыть Telegram bosamiz. Botga a'zo bo'lish uchun перезапустitni bosamiz. Bu yerda tilni o'zingizga mos tilni tanlaysiz, rus, o'zbek tili. Va sizni kanalga a'zo bo'lishni tavsiya etadi. Kanalga a'zo bo'lamiz. Shundan so'ng online do botga yana o'tamiz. Bu yerda mobil telefon raqamingizni yuborish talab etiladi. Albatta, sizning telefon raqamingiz faol holatda bo'lish kerak, ya'ni yashirin holatda, ko'rinmaydigan holatda bo'lmaslik kerak Telegramingizda. Bu yerda siz agar yashirin holatda bo'ladigan bo'lsa, настройка bo'limidan konfidensialnost tugmachasini bosib, nomer telefon все tanlab qo'yish talab etiladi. Сохранить tugmachasini bosamiz. Telefon raqamini yuborishni bosamiz. Podelitsiyani tanlaymiz. Kodni olish uchun esa kodni olish tugmachasini bosamiz. Bu yerda inson tomonidan boshqarilayotganligini aniqlash uchun 5 ta raqamli kod yuboriladi. Ushbu kodni olib yana asosiy oynaga o'tamiz, yana platformani asosiy oynasiga. Bu yerda siz hozirgi olgan kodingizni botdan olingan tasdiqlash kod oynasiga kiritasiz va yuborish tugmachasini bosasiz. So'ngra tizimga kirish uchun 8 tadan kam bo'lmagan kod raqamlarini kiritishingiz kerak. Bu yerda lotin harflari raqamlarini ishlatishingiz mumkin. Masalan, fizik 1982. Fizik 1982. Bu yerda ikkita kiritgan parolingiz bir xil bo'lishi kerak. Yuborish tugmachasini bosamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tizimdan muvaffaqiyatli o'tganingiz to'g'risida xabar kelyapti.